Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoroligimizga xush kelibsiz. Bugungi videoroligimizda do'stlar men sizlarga shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. Chunki buni menga hech kim ko'rsatmagan, lekin buni sizga kimdir ko'rsatishi kerak. Masalan, siz agar video obloshkasida va video yozuvida ko'rganingizdek, masalan, qanaqadir o'yin sotib olmoqchisiz. Tasavvur qiling, misol RDR 2 mi, Forza Horizon mi, boshqa bir qanaqadir masalan Assassin's Creed nimadir va hokazo. Buning uchun nima qilamiz do'stlar? Masalan, mana Steamga kiramiz. Albatta piratika o'ynasak bo'ladi, lekin biz qonuniy maza qilib o'ynashimiz uchun bizga sotib olingan versiyasi kerak. Masalan, Forza Horizon 5 Steamda mana $34 turibdi. Skidkaga uspet qilmasligingiz mumkin, to'g'rimi? Masalan, qimmatli qilishi mumkin. Yoki boshqa o'yinlar, mana bitta o'zi ko'rsataman. GTA 5 $29. To'g'rimi? Yoki sizlar o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin, mening kompyuterim ko'tarmasligi mumkin yoki bu o'yinda qiynalishi mumkin deb. Masalan, men Forza Horizon mana menda bor, bu kompyuterimda qoladi. Lekin men yaxshiyamki buni sotib olmaganman. Nima qilganman, bilasizlarmi? Birinchi o'rinda siz nima qilishingiz kerak? Kompyuteringiz bo'lsa, mana poisk qismiga region yozsanglar, mana ruschalab yozaylik chiqsa kerak. Kompyuter sozlanmasi rus tilida-yu. Parametr regionalniy deyapti. Regionalniy parametr. Strana или regionda mana qaranglar. Tursiya turibdi. Sizlar ham Tursiya qo'yinglar. Buni sababi nimagaligini aytaman. Keyin Microsoftga kiramiz. Masalan, siz Forza Horizon 5 o'yinini yoki Minecraft'ni yoki bo'lmasa Assassin's Creed qismlarini olmoqchisiz. Lekin kompyuteringizda qochishi mumkin yoki o'yin sizga syujet yoqmasligi mumkin, to'g'rimi? O'shani bilmay turib olishni ham xohlamayapsiz. O'shaning uchun nima qilasiz? Bir marta sinab ko'rishingiz kerak. Vot mana Microsoftda ham o'zi Forza Horizon o'yini Microsoft kompaniyasiga tegishli. Standart versiyasi mana qancha 799 lira turibdi. Turk lirasida. Buni 1000 lirasi o'zbek so'mida sal kam 300 ming so'm bo'ladi. Endi buni o'zingizlar chaqib hisoblab olasizlar. Lekin menda mana играет выключение Game Pass deyapti. Nima degani? Mana Game Passda mavjud bu o'yin deyapti. Sizlar ham Game Pass sotib olasizlar. Va u ancha arzonroq bo'ladi mana. Xbox ilovasi Microsoftdan olish kerak. Onu o'chiraylik. Xbox mana приложение deyapti. Mana bu ilovani skachat qilishingiz kerak kompyuterga. Bu ham Microsoftga tegishli. Agar Microsoft ishlamasa, ilovani через Google Chrome orqali yozib qidirib skachat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda chiqmayapti men, lekin mana hamki yozamiz. To'xtanglar, men kirib qo'ydim ilovaga, zakrit qilay. Yopilsin. Sizlarga tushunarli bo'ladi-da. Vot. Yozamiz ana Xbox ilovasiga kirishni bosdimmi? Загрузка bo'lyapti. Sizlarda Turkiya regioni bo'lgani uchun Xbox arzonroq bo'ladi, ya'ni qanaqa o'z narxini ko'rsataman. Kompyuterda Turkiya regioniga qo'ygandan keyin albatta arzonroq bo'ladi. Mana kirdik, xo'p. Bu yerda mana главное bu akkaunt ochasizlar, обязательно. Akkaunt ochish sal murakkabroq, uni etap e'tibor bilan qilsanglar, unaqa qiyin joyi yo'q mana. Game Passda mavjud o'yinlar, Xbox Game Pass 1 oylik limitini sotib olsanglar, mana shu o'yinlarga ega bo'lasizlar. Faqat 1 oy. Ofitsialniy skachat qilasizlar, mashdan o'yinga kirasizlar, hammasi qonuniy ishlaydi. O'ynab ko'rasizlar. Vot, masalan, men bu o'yinni ko'rdinglar, Battlefield kompyuterim ko'taradimi, yo'qmi, yoki menga yoqadimi, sotib olganimdan keyin afsuslanmaymanmi? Chunki baribir originalda grafika hammasi zo'r bo'ladi. O'shaning uchun originalni sinab ko'rganinglar ham yaxshi-da.
Shunaqa endi men o'ylaganchalik o'ylagan bo'lsanglar, meni bu shaxsiy fikrim. Bu Game Passdan oylik tarif sotib olish kerak. Qaranglar, menda 1 oylik tarifi bor, mo'y podpiska. Qaranglar. Cena $29.99 deyapti. Keyingi oyda 1-da, 1-fevralda уже to'lov qilishim kerak. Lekin bu juda qimmat deyishinglar mumkin. Вот. Посмотреть все планы. Men buni через Google orqali mana Game Pass'da o'zi Turkiya regionga qo'yganinglarda turibdi. Essential, o'rta, standart va standartda o'zida ham 50 tadan ko'p o'yin bor deyapti. Mana shu Forza Horizon, GTA 5, Assassin, Battlefield ko'pchilik o'yinlar bor standart versiyada ham. Standart versiyani olsanglar ham mana Hogwartslargacha borda, даже afsuslanmaysizlar. Premiumi bor, xohlasanglar 400 lira. Tak 500 deylik, mana buni 500 bo'lgan taqdirda ham 150 mingcha pul. Bu standart versiyani olish maslahat beraman. Ismingiz plan bu. Afsuslanmaysizlar. Lekin mo'y planda mana ultimate turibdi, menikida 400 ta turibdi ekan. Bu akkaunt masalan bu yerda qimmatlik qilsa, bu mana shu 300 mingga yaqin pul ham qimmatlik qilsa, Chrome'ga kiramiz, вот. Bu yerga yozamiz. Nima desam bo'ladi? CGK Xbox PC. Mana CG kalit Xbox uchun. Ya'ni bu yerda kod sotib olasizlar. Raqamli kodni sotib olasizlar. Masalan mana o'yinlarda ham ashtan olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bu haqida alohida video chiqaraman. Masalan, hozir GTA 5 skidkada yo'q, to'g'rimi? 30 necha dollar, 29 necha dollar. Global versiyasi deyapti. Rockstar ilovasi uchun 15 dollarga sotib olsanglar bo'ladi. Bu kalit Gmail'larga keladi. Qanaqa sotib olish, u agar qiziqqanlar bo'lsa alohida men video chiqaraman. Xullas, o'sha Turkiya regioniga qo'yganinglardan keyin ham sizlarga qimmatli qilsa Xbox to'lovi mana shunaqa Google'ga yozib, Chrome'ga ham Google'ga yozib saytlar bor mana bitta qaranglar. Mana bu Alkey Shop ishonchli sayt. Keyin mana bu G2A bor-ku, bu saytda o'zim ham ishlataman. Menda premiumini olib qo'yganman. Mana shu yerdan sotib olganman. Ko'pchiliklar akkauntdan sotadi 1 oyga. 1 oydan keyin sizlarda u akkaunt ishlamay qoladi. O'shani olishni ham tavsiya beraman. Olganinglardan keyin Gmail'larga kod keladi, Xbox'ga mana shu ilovada akkauntni kirasizlar kelgan o'sha berilgan akkaunt bilan. Bo'ldi, undan keyin video cho'zilib ketdi. Undan keyin siz hamma o'yinni Game Pass'dagi mana shu o'yinlarni просто вот, mana kerak emas Assassin's Mirage. Bo'ldi, выключить разрешение qilasizlar. Kupit emas, bu yoqda установить deb chiqadi hozir. Установить qilib o'yinni o'ynab ko'rasizlar. Forza Horizon menda o'ynaladi, lekin kompyuterimga cho'ta sal qiynaldi, bo'lmadi. Shu sabab o'ynamayapman. Agar men buni sotib olganimda, mana igra turibdi, sotib olganimda bu menga qimmatga tushardi. 20-15 dollarga bo'lganda ham sotib olganimda ham baribir kompyuterim ko'tarmaganligi sabab afsuslanardim, to'g'rimi? Lekin men akkaunt bilan qo'shib nima edi, Turkiya regionida turgan holda 5 dollar qanchadir, 5 dollar 90 sentga olganman. Sayt orqali, to'g'riroq akkaunt to'liq olingan. Mana ishlayapti. Bu maslahat, balkim siz bilarsiz, bu daraja imkoniyat borligini, balkim bilmassiz. Bilib qo'yganingiz yaxshi, bilmaydiganlar uchun albatta foydali video bo'ldi degan umiddaman. Video roligim yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimda mehmon bo'lsangiz video yo'nalishlarim yoqishi mumkin, sizga obuna bo'ling. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'ling.